Zhuge nimaga Saosavga yoki Sunchuanga ergashmay, aksincha Liu Beiga ergashidi? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Liu Bei Zhugening bo'lganligi uchun nurg'unlagan sharaflarni qozondi. Ayni vaqtdagi ahvoldan qaraganda Saosavning amaliy kuchi eng yuqori. Uningdan qolsa Sunchuanning yuqori. Hamda Liu Beining asosan amaliy kuchi yo'q deyishga bo'ladi. Shundaq turuqliq Zhuge nima qilganda Liu Bei'ni tanlaydi? Buningda bundaq bir nechta turli sabab bor deyishga bo'ladi. Yana buning birinchisi, agar Zhuge Saosavning yoniga borsa, Saosavning yonida nurg'unlagan mushavirlar bor. Shunyu, Goja deganda. Balkim u tuvan qatlamdan o'rnab qilish mumkin. O'xshashlar Sunchuanning yoniga borsimi? Lu Su, Lu Xun, Zhou Yu qatorliq mushavirlar bor. Yana o'xshashlar tuvan qatlamdan o'rnab qilish mumkin. Ammo Liu Bei'ning hech qanday mushaviri yo'q. Demak, u bevosita beribla eng cho'ng mushavir bo'ladaydi. Hem Liu Bei'ni yetaklab mağadaydı. Demek bizningki kasbdiki tanlashimizda bo'lsin. Xarg'ulacha cho'ng yan tanlash bo'lmaydi. Balki o'zimizningki iqtidorini joriy qildira oladigan o'rin tanlashimiz kerak. Shu vaqtda biz haqiqiy kasb egasi bo'la olamiz. Agar sizin bu filmni yoqtirsangiz, inkas rayoniga 6 raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p egalik tiklashga korxonchilik oid mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, ayrimxonaga uchur qiling. Filmning davomini keyingi filmda ko'ring.